Daraxtlarni va ekinlarni dorilash uchun kompleks holatda metabol va dori sepadigan apparat so'ragan ekanimiz uchun yangi partiyada dori sepadigan karter apparatlarimiz tayyor bo'ldi. Endilikda ko'rib turgan metaboloylaringizni 7 kuchli modellarga mana shu turdagi kompleks holatda arabalari bilan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Hozirda bu dori apparatimiz sizlar bilan bitta ishlash jarayonlarini ko'rib chiqamiz akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Boshlarish uchun juda ham qulay. Ballonlar qachimli bo'ladi. Burilishlarda ham bemalol burilib keta oladi. Boshlarish uchun juda ham qulay, bemalol o'tirib ketib ishlatishlaringiz mumkin. Ko'pchilik akalarimiz so'radi, 7 kuchli motobloklarning uchun ham komplekt holatda mana shu turdagi dori apparatlaring bilan komplekt qilib chiqargan degan akalarimiz uchun e'tibor beringlar. Yangi partiyada karter apparatlarimiz yetib kelgan. Bu apparatimiz uchun hozirda sizlar bilan tayyorlab olganmiz va ishlatib ko'rsatib beramiz. Yurgizishlari ham juda ham qulay. Motoblokda ishlash jarayonlarini ko'rib bordilaringiz. Endi karter apparatimizni ishga tushirib olamiz. Ishga tushirish uchun kulchatordan yoqamiz va patsos tortamiz. E'tibor berishlaringiz uchun ozgina gaz qo'shganimizda yuradi. Yurgan holatidan keyin shlangalari 30 metrli shlangalar ular tayyorlab qo'yganmiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. 6 metr ishlatib ko'rsatamiz. Zaminalarga o'zlaringiz bitta baho berib berasizlar. Baland daraxtlarni bemalol o'rtanlarga shangani to'g'ri otib olib 100 metrgacha bo'lgan qandoqlarga setsiz imkoniyatlaringiz mavjud. Zaminalarga qo'shilamiz mumkin. Zaminalarga qapilgan Yine natiçiga ko'ra bemalol ta'minotni yetib beradi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Ta'minotni qisib ko'tarib ishlatishlaringiz mumkin. Asli ekinlarga yetishtirilishi ham qulay. E'tibor berishingiz mumkin. To'g'ri masofaga ta'minotni qo'shamiz. Hop, kompressini ko'tarib olamiz. Mana akalar ko'rib guvohi bo'ldilaringiz. Bu karter apparatimizni ishlatish davomida bemalol 30 metrdan 100 metrgacha bo'lgan shlankalarni ulab ishlatishlaringiz mumkin. Buni qulayliklari nimada deb so'ragan akalarimiz uchun qulaylik akalar pastki ekinlarni ekish uchun ham mo'ljallangan va tepadagi daraxtlarning uchigacha bemalol 7-8 metrgacha davlinalarda o'tib berish funksiyasi bor akalar. Xo'p, buni endi birma-bir ma'lumotlarni berib o'tamiz akalar. E'tibor beringlar, ko'rib turgan komplektlaringiz hozirgi paytda 7 kuchli motoblok uchun komplekt holatida qo'yilgan. Motoblogimizning motorlari 170 motor, 7 kuchli bo'ladi, yoqilg'i turi benzinli bo'ladi akalar. Xo'p, bunda yurgizish joylari zavodnoy orqali yurgizishda ham juda ham qulay bo'lardi ham akalar. E'tibor bering, ko'pchilik akalarimiz o'ylaydi, bu zavodnoy orqali 5-10 martada yuradi deb o'ylaydi, lekin kulchatordan yoqib olamiz va patsos tortib yurgizamiz. Bitta tortmani o'zida zavodit bo'lib ishlab beradi. Bu ishga tushgandan keyin ko'rib guvohi bo'lganingizdek, bu yerda ikkitadan skoroslari bor, oldiga 2 ta, orqaga bittadan skoroslari bor. Bularda reduktori 450 talik katta reduktorda qo'yilgan akalar. Buni bizning do'konlarimizda har xil modellari bor, 7 kuchli motobloklarda kelib tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Xohlagan motoblogingizga mana shunday komplekt holatda qilib beramiz. Motoblogimiz qator oralarga yurib ishlashligi uchun ham juda ham qulay va boshqarish uchun e'tibor bering, bitta odam bemalol minib ketish imkoniyati mavjud. Ballonlargacha patchimli ballonlardan qo'ydirganmiz akalar, e'tibor beringlar. Boshqarishda orqasida 300 litr, 350, 400 litr suv bo'ladigan bo'lsa ham bemalol tortib keta oladi. Xo'p,
Undan tashqari motoblogimizda ulangan aravalarga ham o'zlaringiz bitta ahamiyat berasizlar. Dishlari ham katta 32 lik furutdan orasini teshib, o'qdan foydalanganmiz va undan tashqari o'tiradigan joylari temirdan va oyoqlarini ham temirdan qilib ishlangan. Atrofini karkas qilib, profildan to'qib chiqilgan, pastki tomoni ham, tepa tomoni ham profildan qilingan. Balonlari mashina balon qo'yilgan. Bu aravalarimizni o'zimizda sotuvda ham bor. Ichiga bemalol 150 litrli yo'nqishlarni qo'yib, mana shu holatda karter apparatlarini ustanovka qilib ishlatishlaringiz mumkin. Bu karter apparatimizni davleniyasi qanchagacha chiqadi degan akalar uchun 120 bargacha bemalol ishlatishlaringiz mumkin. Mashinalarni yuvishda, furalarni yuvishda ham bemalol olib foydalansalaringiz bo'ladi. Xo'p, karter apparatimiz ham yoqilg'i turi benzinli bo'ladi. Yurgizish joylari zavodni orqali soatiga bu motoblogimiz ham, karter apparatimiz ham soatiga 1,5 litrdan rasxod qiladi. Ikkalasini birdaniga ishlatadigan bo'lsangiz, 1 soat tinmay ishlaydigan bo'lsa, 1 litr benzin rasxod qiladi. Bu karter apparatimizni pompalari ham katta pompalardan qo'yilgan. Ichidagi porshinlarigacha originalidan qo'ydirib olib kelganmiz. Hozirgi paytda bu karter apparatimizning pompasi ham o'zi отдельно sotuvda ham bor. Xohlaganlarga karter apparatini o'zi ham bizning do'konlarimizda mavjud. E'tibor bering, shlanka ulanadigan joylari ham ikkitadan kranlilari bor. Bemalol mana shu turdagi shlankalardan, 10 lik shlankalardan ikkitadan odam ulab ishlatishlari mumkin va undan tashqari mashinalarni yuvish uchun отдельно pistoletli karter shlankalarga ham joy tashab ketilgan. Bemalol bulardan ham foydalanishingiz mumkin. Hozirgi paytda e'tibor bering, mana shu turdagi karter apparatimizda ham 5-10 xil modellari bor bizning do'konlarimizda. Bu karter apparatimiz hozirgi paytda eng sifatli bo'lgan original modellaridan qo'yilgan. Komplektiga 30 metr shlankalari, mana shu turdagi ustanovkalari, aravasi, undan tashqari yo'mkislari va original bo'lgan motoblogimizni komplekt holatda olaman degan akalarimiz uchun hozirgi paytda bizning do'konlarimizda mana shu turdagi komplektlarimizni atiga 850 dollardan boshlab akalar 1200 dollargacha mana shu turdagi komplekt holatda motobloglarda xarid qilib olishlaringiz mumkin. Xohlaganlar uchun bu motoblogimiz o'zini ham отдельно sotuvda bor. Motoblogi bor akalarimiz uchun motoblogdan tashqari bu tomonni ham отдельно bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Motoblogimizning o'zini komplektlariga frezalari, dokumenti, kulishlari va ko'rib turgan komplektingiz uchun 1 yildan garantiyalarigacha qilib beramiz. Kimga mana shu turdagi komplekt holatda motobloglar kerak bo'ladigan bo'lsa, ana shu turdagi motobloglarni 50 xil modeli bor ekanlar. Aravalarimizga katta kichikligi, listlariga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Bundan da arzonroq va bundan da qimmatroq komplektlarni ham bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Motobloglarda sonlari chegaralanmagan 7 ot kuchidan boshlab 17 ot kuchli motobloglargacha ko'rib turgan komplektlaringizdan boshqa motobloglar yoki aravalarga ustanovka qilib berish imkoniyatlari bor. Bizning manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, Agroservis do'koni. Kimga mana shu turdagi komplekt motobloglar kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'ydim. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.